Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün kelgan bu dersimiz bo'lsa, Mustalahul hadis haqida yozilgan Al-Alawi al-Maliki rahimahullah yozgan kitobdir. Endi ta'arif avvaliya degan yerdan boshlaymiz. Ta'arif avvaliya degan birinchi ta'rif, endi avvalgi ta'rif. Al-hadis, hadis deganimiz nima? Lug'atda diddul qadim. Qadim deganning qarama qarshisi, ya'ni qadim. Hadis degan yangi, qadim degan ko'na degan bo'ldi. Va istilohan endi hadis sunaslarniki, usulul hadis olimlariniki istilohida, atalg'usida ma udifa ila an-nabiy sallallohu alayhi vasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw ila as-sahabiyyi aw at-tabi'i. Istilohda Payg'ambar alayhisolamga nisbat berilgan. Masalan, min qawlinda Payg'ambar alayhisolamning so'zi, Payg'ambar alayhisolamning ish harakati, Payg'ambar alayhisolamniki bir ishni muqarrarlashtirish, qaror oldirishi yoki sahobaga nisbat berilgan yoki tabiiga nisbat berilgan mush tariqada. Mushuni deb ataydi, hadis deb ataydi. Ya'ni Payg'ambar alayhisolam bunday degan. Qala an-nabiy alayhisolam degan mush hadis yoki fa'ala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam, kana an-nabiy sallallohu alayhi vasallam yaf'alu kaza. Mush hadis masalan. Yoki birisi Payg'ambar alayhisolamning oldida bir ishni qilgan, bir sahoba Payg'ambar alayhisolam o'shini inkor qilmagan. Yani bu nima? Taqrir, sunna taqririya deb atadi. Sunna qavliya, sunna fi'liya, sunna taqririya deb atadi. Aw ila sahabiya ki sahabaga nisbat berilgan gap. Yani Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq degan, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq degan, mundaq qilgan, ya oldida mundaq ish bo'lganda inkor qilmagan. Mushu hammasi mushu qavlin aw fi'lin aw taqrir degan gap sahabaga billa so'rib keladi. Aw tabi'i yoki tabi'iga. Tabi'ining oldida tabi'i mundaq degan yoki mundaq qilgan yoki tabi'ning oldida mundaq ish bo'lsa, buni inkor qilmagan, qaror olgan. Mana mushu ish hammasini nima bo'ldi? Sunnat, hadis deb ataladi, hadis. Endi sunnat degan, ikkinchisi bizda hadis ilmida ikki gap bor. Bir hadis, yana bir sunnat deb ikki gap bor. Sunnat degan lug'atda, as-sunnat degan lug'atda at-tariqa, yo'l degan bo'ldi. Lug'at ma'nosi, sunnatning lug'at ma'nosi yo'l. Va istiloh ma'nosi ma udifa ila an-nabiy sallallohu alayhi vasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw ila as-sahabiyyi aw at-tabi'i. Yani demak hadis nima? Sunnatniki istilohdagi ma'nosi hadisning istilohdagi ma'nosi opma o'xshash. Tushunamizmi? Opma o'xshash. Fahiya ala hada, unda qolganda bu sunnat degan ma ma'niga asoslanganda muradifatul lil hadis. Hadisning bil ma'nal mutaqaddim, oldida o'tgan ma'ni bilan nima? Ma'nidosh. Nimaning hadisning ma'nidoshi. Yani muradifisi degan ma'nidosh. Hadis bilan ma'nidosh. Yani demak ma'nidosh so'zlar deb narsa bor bizda. Ma'nidosh so'zlar, ko'p ma'nilik so'zlar deymiz, bu mushtarak bo'ladi. Ma'nidosh so'z deymiz, mutaradif. Va qila al-hadisu xasun. Qila degan sal ojiza. Aytilishicha al-hadisu xasun. Hadis deganimiz Payg'ambar alayhisolamniki qavli va fi'liga xosdir. Sunnat deganimiz amdur, sahabe tabiinga amdur deyilibdi. Lekin avval arjah va rajih avval qisi. Endi biz uchinchi bizda istiloh hadis kitobimizda uchinchi qavl bor. Uchinchi gap bu xabar, al-xabar. Xabar va jaa fil xabar deb keladi. Xabar degani ma huwa al-xabar? Xabar degan lug'atda diddul insha. İnşa'nın aksi, inşa'nın qarama qarshisi. Bizda so'z ya xabar bo'ladi, jumla xabariya bo'ladi, ya jumla inshaiya bo'ladi. Masalan, darabah desam xabar, urdi. Yadribu desam xabar, urudu, ya urvatadi. Diddal insha'ning aksi. Masalan, idrib desam insha, urg'in desam insha. Liyadrib, ursun desam insha. Ma darabahu, nima degan qattiq urdi ha desam insha masalan. Fi'l ta'ajjub. Demak, insha'ning aksi nima? Xabar degan xabar, insonning aksi. Ya'ni ma yahtamilu sidqa val kadhiba. Rostlikni va yolg'onlikni ehtimol keltiradigan narsani deb ataladi, xabar deb ataladi. Bu lug'at ma'nosi. Vastilahan. Istilohiy ma'nosi desa, qila. Bu bir qancha ma'nosi bor. Birinchi, muradiful lil hadis. Xabarmi hadisning muradifisi, ma'nidosh so'zi deyilibdi. Hadisning ma'nidoshi deyilibdi. İkinci deyilgan rivoyatda ve huve ma jaa an g'ayrin nabiy sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar xabar degan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning g'ayridan kelgan xabar deb ataladi. Val hadisu ma jaa an, hadis degan Payg'ambar alayhisolamning kelgan hadis deb ataladi. Deb bunda deyilibdi. Va min thumma qila
limen yeştegilu bil hadis şu ve min themme degan şu sebepten demedim yani. Şu sebepten hadis bilen şugullangan adamga muhaddis deyiladi ve bit tavarih degan tarix bilen tarix bilen şugullangan adamga nima deydi o? Akhbari deyiladi. Tarixshunosga akhbari deyiladi. Hadisshunosga muhaddis deyiladi deb bunda deyilibdi. Üçüncü kavulda vakila el hadisu ahassu minel habari fe kullu hadisin haberun ve la aks degan ve leysa kullu haberin hadisa. Yani demek bunun aslında el umum vel husus mutlak var bunun aslında. Hadis degan haberden hasrak. Fe kullu hadis haber. Onda da her bir hadis haber buludu. Lakin hamma haber mi olmaydı o? Hadis bulunmaydı o. Demek nemenen el husus vel umum mutlak var yani. Yani haber hadisten dairesi kenrak. Haberin içine hadis mi kirip gitedi o? Başka tarihler mi kirip gitedi o? Lakin hadisin içine fakatla hadis kirdi o. Haber kirmeydi o deydi. Amde ma tutqul men aytıldı şuna ama el eseru lugatan. Eser bizning yani ve caa fil eser deb keladi. Hadis ilmida biz ko'p uchraydigan eser degan atalg'i bor. El eser, eser degan lug'atda baqiyatud dari ve nahviha. Degan eser degan bir hoyla qoro odamlarning yurtniki asili. Yurtning qolgan iz qoldiqi asili va o'xshashlari. Ve iz odatda odamning qolgan izmi eser deyiladi. Ve istilahan bunun istilahi ma'nosi şu. Bunu da bir qancha so'zlar deydigan. Birinchi qila muradiful hadis. Eser degan bu hadisning ma'ni deshi. Kema qala an-Nawawi, İmam Nawawi rahimahullah degandek. Çünkü innel muhaddisina yusammunal merfu'a vel mevqufa esera. Muhaddislar merfu yani Peygamber Aleyhisselam'ın kütürülgen hadislerini vel mevquf degan sahabaga to'xtatilgan hadislerini eser deb ataydi deb İmam Nawawi shundoq degan. Demek bu cihetinin bo'ldi hadisning murad deb so'ldi ma jihatdan. İkinci vakila huve ma caa anis sahabati. O eser degan sahabeden kelgan. Sahabeden kelgan so'zlar eser deb atiladi. Yani ennel esera yutlaqu alal mevquf. Yani eserin davamında mevquf işletiladi. Yani sahabenin kavli mevquf. Şuna yani İbn Abbas'in radıyallahu anh qal deb başlab ketgan bo'lsa, Peygamber Aleyhisselam tığılınmagan bo'lsa, bu shuni mevquf deb atiladi. Bu şu eser deb atiladi. Ve le'alle vechuhu belki muşunun yolu emde nimaga sahabeden kelgan so'zga eser deb ishlatilishdiki sebep enel esere baqiyat şey. Eser degan bir şeyinin qoldiqi, bir şeyinin iznası bo'ladi. Şu sahabe degan bu kimning iznasi? Peygamber Aleyhisselam'daki iznasi da, Peygamber Aleyhisselam'ın esri de, sahabede Peygamber Aleyhisselam'ın esri var da. Şunun için de atalgan bo'lishi mumkin. Vel haberu ma yukhbaru bihi. Haber degan ma yukhbaru bihi. Eser degan bir şeyinin qoldiqidir. Haber degan uni bilan haber beriladigan narsadir. Falamma kana qawlus sahabi. Endi sahabening qavli Mustafa sallallohu alayhi vasallam'ningki so'zidan bir qoldiq, bir asar bo'lganligi uchun sahabening qavli asar deb ataldi. Va kana aslul akhbar ve haberlarning asli innama huwa anhu. Haberlarning aslidan keladi Peygamber Aleyhisselam'dan bo'lganligi uchun nasaba ayyusamma qawlus sahabi. Haberning asli Peygamber Aleyhisselam'dan so'zidan bo'lganligi uchun sahabening qavli asar deb atilishi, Peygamber Aleyhisselam'ning qavli haber deb atilishi munosib bo'ldi. وبهذا بنولا ظهر أن السنة والحديث والخبر والأثر ألفاظ مترادفة لمعنى واحد. هذا خلاصة الكلام. أنا بس مش نقول شو أشكال بودك سنة حديث خبر أثر ديان همسي معنى دا sözler دور بالمعنى çünkülgan. Hemmisi بالمعنى gösterdiğin ma'ni da sözlerdir. Ve huve ma udife ubosa Peygamber Aleyhisselam'a nispet bildiğin sözden, şerketten, takrir mukarrerleştirişten, yaki sıfatığı, yaki sıfat, Peygamber Aleyhisselam'ın sıfatlarıdır mesela. Peygamber Aleyhisselam andak igiz emesiydi, baka emesiydi, oturup boyluk idi, Peygamber Aleyhisselam'ın sakalı mundak idi, Peygamber Aleyhisselam çeşiniminde tarayıttı diyen hemmisi Peygamber Aleyhisselam'ın sıfatlarıdır mesela, ahlaklarıdır. İbadet Peygamber Aleyhisselam'ın nispet bililgen, yaki sahabı'nın nispet bililgen, yaki tabi'nin nispet bililgen, hem sözlerine eninde batırdıkken, hadis, sünne, haber, eser de batırdıkken. Ve qara'inur rivayeti anil Resul emdi. Rivayetinin kalineleri Peygamber Aleyhisselam'dan, sahabelerden, tabi'illerden kelgen rivayetinin kalineleri, bunun kalineleri tuayyinu ve tuhaddidu mefhume hadihil mustalahat. Emdi aşu muşu mefhumniki
mustalah istilahlarını karine muayyerleştirirdi ve tuhaddid degan muqarrarlashtirirdi. Tuayyin degan muayyerleştirirdi ve tuhaddid degan gap shuni bekitdi. Demek ki yani karine mesela qala İbn Abbas radhiyallahu anhu degandan shunda qarasak İbn Abbas radhiyallahu anhu'nun yanında nima yo'q ekan? Rasululloh ko'tarilmabdi dediz. Ko'tarilmagandan keyin ha bu mavquf ekan. Ma hadis sahabenin qavli ekan, qavli sahabi ekan deb tushunamiz. Payg'ambar sallam ko'tarilgan bo'lsa, ma marfu ekan, ma hadis payg'ambar sallamning qavli ekan. Agar tabiiniki so'zi bunda hadisdan bosh oyoq qarasak, siyoqqa qarasak, buningda sahabani ko'tarmabdi, payg'ambar sallam ko'tarmagan bo'lsa, ha mavjud nima ekan? Bu nima mu'dal ekan masalan, mu'dal. Ya'ni bu tabiiniki qavli ekan masalan. Degandek, shuni tushunamiz. Qarinaga qarab.